Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov vohaga tashrif buyurgan Koreya Respublikasining Jonhan Industry Company Limited kompaniyasi direktori Baek Yonhon bilan uchrashdi. Muloqotda o'zaro hamkorlikni yanada kengaytirish hamda viloyatda istiqbolli investitsiya loyihalarini amalga oshirish masalalari muhokama qilindi. Xususan, baliqchilik xo'jaliklarini tashkil etish, zamonaviy issiqxona majmualarini barpo etish, qishloq xo'jaligi sohasi uchun o'quv markazini tashkil etish, chorvachilik uchun yem-xashak hamda sanitariya dezinfeksiya vositalari ishlab chiqarish bo'yicha takliflar ko'rib chiqildi. Shundan so'ng viloyat rahbari Angor tumanidagi Navbahor, Muzrabot tumanidagi Shaffof, Sherobod tumanidagi Katta Hayot va Qiziriq tumanidagi Rabotak mahallalarida Prezidentning 2026-yil 5-yanvardagi 1 va 2 sonli qarorlari ijrosi doirasida amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishdi. O'rganishlar davomida mahallalarda kriminogen vaziyat va ijtimoiy muhitni yaxshilash, infratuzilmani rivojlantirish, aholi turmush sharoitlarini oshirish orqali ularni xavfsiz hududga aylantirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar tahlil qilindi. O'rganishlar davomida Angor tumanida ishlar talab darajasida emasligi qayd etilib, mas'ullarga kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan aniq vazifalar belgilandi. Bunday bu yotgani qanday? Rayhon, gul, chaman bo'layotgani qanday? Daraxt ekmaymiz. Baklashkada suv qo'ysak ko'karib ketadi. Qanday ajoyib zamonga yashaymiz. Yurtboshimiz omon bo'lsin. Muzrabot tumanida olib borilayotgan tizimli ishlar ijobiy baholanib, boshlangan loyihalarni to'liq yakunlash bo'yicha topshiriqlar berildi. Shuningdek, Sherobod tumanidagi Katta Hayot mahallasi keyingi 5 yilda amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida jinoyatchilikdan xoli hududga aylanib, mahalla qizil toifadan yashil toifaga o'tgani ta'kidlandi. Viloyat rahbari Muzrabot tumanidagi 8-sonli umumta'lim maktabida tashkil etilgan Jasorat maktabi faoliyati bilan ham tanishdi. Shu yerning o'zida ichki ishlar, favqulodda vaziyatlar va Milliy gvardiya boshqarmalari rahbarlarining biriktirilgan ta'lim muassasalarida mazkur tajribani ommalashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan axborotlari tinglandi. Shuningdek, Sherobod va Qiziriq tumanlaridagi bozorlar faoliyati o'rganildi. Mas'ullarga bozorlarni bosqichma-bosqich raqamlashtirish, jamoat tartibi va aholi xavfsizligini ta'minlash, oziq-ovqat mahsulotlari narx-navosini doimiy monitoring qilib borish hamda mavjud zaxiralarni savdoga chiqarish orqali narxlar barqarorligini ta'minlash yuzasidan tegishli topshiriqlar berildi. Hududlardagi o'rganishlar yakunida Qiziriq tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi faoliyati va yaratilgan shart-sharoitlar ko'zdan kechirildi. Viloyat rahbari aholi xavfsizligini ta'minlash, tizim samaradorligini yanada oshirish hamda mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish bo'yicha mas'ullarga zarur ko'rsatmalar berdi.